Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammalarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Tuni kundan boshlab Germaniyaniki ministerlari Shvetsiyada yig'inda bo'lyotdi. Shuningga bugun men shu nimani shu idoradan ruxsat olib, tushdan keyingi almashtirib xizmatimni o'taga keldim. Tuni kunmi yaxshi vaqtini beribdiman, ham har holda tarqab ketishnikida. Shuningga qarindoshlar hozir dunyo vaziyatida o'zgarishlar bo'lyotdi. Shuningga qarindoshlarningki fursatni ching tutib, hamda shu virusningki ishi bilan Xitoyning ishimi tugaydi. Xitoyning urush bo'ldi, xoinlarning urush bo'ldi qarindoshlar. Shuningga o'sh qalimizni yig'ib, nima ish qilayotganimizniki, o'zimizniki atrofimizda nima bo'layotganiga diqqat qilib, sezgirlik bilan yursak, ishlar faqat Uyg'urlar uchun emas, dunyodagi ezilgan millatlar uchun ham o'ng ketyotidi. Men nima qilishdan burun, bu namoyishni boshlashdan burun opam dadam to'g'riliq guvohlik bermoqchi tunuga berolmay qoldim. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-yanvar 20 kun tug'ilgan, opam Sadat Fovzun 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilgan. Dadam İli oblastda telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan, keyin qo'shimcha tijoratlar bilan shug'ullangan. Opam bo'lsa İli mehmonxonasiningki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Bular hozir 2017-yili 1-oyning 27-kuni Bo'zdagi İli oblastda bexatarlik saqchilar tarafidan tutib chiqilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Uningdan keyin bularni iqolatda sud etib, dadam bilan opamni birinchi qitimda 5 yillik kesib o'tgan. Uningdan keyin bu azоб qoldi deb 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Garchi markazdan yoki avtonom rayondan aniq tushgan bir parcha qog'oz yoki tamg'a urilgan narsa bo'lmasa-mu, ammo shu opam dadamniki shu kesilganlik to'g'risidagi yuqoridan tushgan vujudga og'zaki bo'lsa-mu amallashib, dadam hozir kunastiki turmada, opam bayardagi turmada jazo muddati o'tayotdi. Mening opam dadam yashash tarixida G'o'ljasharda bir siyosiy va yoki bir ijtimoiy nimalar bilan bir soqchiqonga kirib qoqqan va yoki bir problemlar bo'lib qoqqan emas. Meningki 2009-yili shu nimaga chiqqan chaqda shu Shvetsiyaga o'qishdan chiqishdan burun men Beyjingdagi Shvetsiya konsuliga o'zimningki opam dadam tarafdan to'liq materiallarimni bergan, hech qanday bir masala bo'lmag'achqa meningkiga shu qonunlashtirib o'quvchilik vizasini urib bergan, shuning bilan kelgan. Men Xitoy hukumatiningki opam dadamlarga 18 yillik qamoq jazosi hukm qilishningki tufki sababi bo'lsa, birinchidan shu nimaninki shu meningki Shvetsiyaga o'qishga chiqib siyosiy panohlik tilagan degan shu narsalar bilan bo'lgan. Undan keyin opam dadamningki Turkiyaga bordi degan shunday ahmoq sabablar bilan kesib etildi. Hamda bu Xitoy hukumati ijro qilayotgan vatanimizga irqiy qirg'inchilik qarindoshlar oldin planlangan bo'lib, bizningki shunday ishkir o'lkalarda shu vatanning ichidan kichik bolalarni ochib, o'g'irlik qilib, qizlarni ochib, zo'taylik qilib, bizning Uyg'urlarningki shu nimamizni, obrazimizni xunuklashtirib, Xitoyninki undan keyin katalga bir qism odamlarni ochib, bizni dunyoga shu Suriyalarga o'zimizningki Xitoy tillik odamlari har bir Yevropa davlatidagi Xitoy uchun ishlaydiganlar Suriyalarga odamlarni avatib, bizni ishkirda Xitoylarga noyati o'g'ri, madaniyatsiz, uzoq bir millat ko'rsatsa, kechida bizni dunyoga terrorist ko'rsatish orqali bizningki vatanimiz fursat to'lib pishib yetilgandan keyin bizning vatanimizda Xitoylar irqiy qirg'inchilik qildi. Buni 2014-yildan boshlab boshildi. Buni 2020-yili 1-oyning 20-kuni Prezident Trump hukumatiningki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo afandim Jo'nqa xalq Cumhuriyati Uyg'urlar ostida irqiy qirg'inchilik qilyotdi dedi. Qarindoshlar, Amerika dunyoningki
Jüriki dünyanınki iqtisodini bilguvchi, dunyoning siyosatini, dunyoning tinchligini, dunyoga demokratiya atkazuvchi bir davlat. Bu davlatniki shu chiqargan qonunlarni shu narsani bizniki Uyg'ur tilli jasuslar voy Bayden hukumati qaytadan qarab chiqadiki, voy anda bo'ladiki, voy manda bo'ladiki deb shunda buni biror yig'illadimi yoki biror yaladimi shu dunyo Uyg'ur qurultayiniki to'qi insonlari shuni bir yig'illadimi shu erkak qatnashib deganni ishiltanmaydi. Nayta shu Xitoyning ko'nglini ayab shu kimma sizab bunda istilib chiqarib qo'ydi-ku Dolqin Ayson degan gaplar. Mana shunda. Endi o Dolqin Aysonimi bir nima da'vatsakmi, uningmi keyinda shu uni o'ynaydigan xo'jayini bor. Bular men dedim-ku, shu oldidagi chiqib turgan bular bular artistlar, ammo bularniki keyinida turib butun narsa Shangang orqali pochta orqali keladi. Shuning bilan uni boshqa tushuntirib, yatta ochiqroq qilsam, birisi Turkiyadan tarqaldi, yana birisi Shvetsiyadan bularga vazifa berildi. Amerikadagini ancha ketmaydi ekanman. Amerikadagi ishlarga kirishmadim, ammo Amerikadagi Zubayra Shamsiddin degan ayolga deyman. Shu ayol meshaga menga bir material bermoqchi bo'lgan. O material kelib qo'limga og'icha men o'zimni durustlab oldim. Bu Zubayra Shamsiddin degan ayol G'uljanoyevniki milqidan bo'lib, G'ulshan studiyotiga xansuvchi ma'lum bo'lgan kelib ketgan. Bu ayolniki bir tutqizib qo'ygan bir yerlar bo'lmasa, xalqningki shaxsiy materiallarini Amerikadan meyaga yetkazmaydi. Onun için bu to'g'risidami men shu so'ragancha kimdan akilasiz buni desam, shunda Amerikadagi Zubayra degan deb qilgan. Bu to'g'risida hamda qolgan gaplarni men shanba bilan naq maydon qilish orqali, ya'ni oldimizda shanba bir naq maydon qilmoqchi, agar vaqtim bo'lib qolsa shu chog'da tafsilroq tushuntirma bu to'g'riliq. Shunaqa qarindoshlar, ko'zinglarni ichib yetinglar. Bu shu dunyo Uyg'ur qurultayimi o'tgandimi dedi, biz azob qilamiz vatanni, biz nima qilayotgan dedi. O'kin qilib biz qilolmaymiz, shu xalq qiladi dedi. Qarindoshlar, vatanni shu erkak qirg'inchilik qilayotgan 7-8 million xalqninki qon, yosh, turmadagi zulm azoblari Amerika tarafidan dunyoda Amerika va g'arb ellardagi 6-7 davlat tarafidan Xitoy Uyg'urlarning ustidan erkak qirg'inchilik qilyapti degan qarornoma chiqib bo'ldi. Mayli parlamentdan chiqamdi, mayli hukumatdan chiqamdi, uni parlamentdan chiqdi, hukumatdan chiqdi. Qarindoshlar, bu hukumatdan chiqdi, nima parlamentdan chiqdi. Hammasi u parlament o'z oldiga chiqolmaydi, o hukumatlar uni o'sha deyishib, "Mani qilsak bo'lamdi" deb turib chiqdi. Ashnimi ana ashunda xabarlarni berib, bizni ashunda ro'yimizni sundirdigan, psixikamizni sundirdigan, ashunda iliqi ot minayotgan odamninki psixikasi sunsa, etimi herib qoldi deydigan gap bor. Shuningga qarindoshlar, avval bizniki bular işte irodamizni sundirib, shunda bizni hech qanday bir konkammas qilib, andan keyin Uyg'urni to'nitish, yana bir nima deb, shu bizniki vatanning ichidagilar shalg'otlashib bo'lgan chaqda, yerim Xitoy bo'lib bo'lgan chaqda, andan keyin Xitoy parchalansimi, yani aşağıdaki Uyg'urlar Xitoyparast bo'lib bo'lgan chaqda, nim foydasi yana Astirtin, yani Beyjan bilan o'zlarining ishlarini qilib vatan mustaqil bo'lgan bilan shunga qarindoshlar. Fursat hozir kelyapti, hozirdan boshlab qalbimizda mustaqillik ideyasini yurgizishimiz kerak. Cho'qim bo'lamiz. Yaxshi niyat yerim davlat degan gap bor qarindoshlar. Bular uzundan beri mana mushunani qirg'izmada emasmi? Indigenous people qilyapti. Uyg'ur qonunini besib oldi. Desi shanbada namoyish. Xitoy konsulini oldi namoyish. Mana bu Germaniyaning ministerlar kelidiki, bo'ladiki, ayati degan liq eronliklar besib ketdi. Ashlarning o'zining davlati va aning ichida mushlarningki o'zlarining urug' tuqqanlari zulmga uchrayotgashqa, mustaqil davlat turibmi aya kelib, ma bizga yordam qil, ma davlatimizning kichkina demokratiyaningki qurilishiga nima qil deb shunday ishlarni qiladi. Bizninkilar mana erkak qirg'inchilik qilsaqmi, nazarchilar qo'y to'kin degan bo'ladi o'zining yo'lida. Lekin g'iymat yo'qmi emas, qo'rqib chiqamayotganlar bor, chiqisi bola bor, qo'rqib chiqamayotganlar bor. Menimcha Shvetsiyadan bir tug'li Hamid meningki oilam kesildi deb o'ylamayman, ba'zi deyman, lekin shunimi chiqsang qanday qiladi, Xitoy bunday qiladi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb shunday qilib kelgan. Shuningga qarindoshlar, bu narsalar kelgan chaqda
qat'iy bulardan ansirash va yoki nimada bo'lmaslik kerak. Shuningga men deyman shu hammamizniki kirib ketganlar bo'lsa, Gollandiyadagilar masalan yig'ilishib shu Danhaq maydonidagi ICC ya'ni xalqaro jinoiy ishlar sudinikiga qoldirib berish kerak. Ondan keyin Amerikadagilar soliqniki yetakchiligida ko'chmanlarning o'zinglarni ishini o'zinglar hal qilmasanglar hech kim qilmaydi. Chiqinglar ko'plab ashaga. Oqsaroyning oldiga chiqib beringlar. Parlamentning oldiga beringlar. Masalan, Avstraliyada nima qilib yetibdi? Avvalaqandak pandemiya qilib yetibdi. O'ninkiga mo ashaga beringlar, berib, shuni anandikin nima qilinglar? Avstraliyadagilarmi kirib ketgan qarindoshlar shu narsalarimizni nima qilib inglizcha yozib, qog'ozni tutib, shuni anankin har kuni uyinglardan naq maydon qilib chiqarsanglarmi hisob. Kanadadagi qarindoshlar sizlarmi chiqarsanglarmi hisob. Ishqib qanday qilsanglar bo'laveradi. O'zinglarga qanday qulay kelsa, qanday to'g'ri kelsa, bu narsa har qachon sizlarga to'g'ri keladigan narsa. Shuningga Xitoyninkimi asosiyatdan endi ishimi tugab qoldi qarindoshlar endi. Shuningga qo'rqmanglar, qo'rqadak ish yo'q. Qo'rqqan bo'lsam mana men qo'rqsam bo'ladi. Hech qachon birsidan yoki yana bir insondan qo'rqib boqqan yerim yo'q. Shunday qarindoshlar. Endi gapga kelsak, men endi bir necha shuvarlar bilan boshqa nima qilib bu yerda Shvetscha o'zimniki opam dadam to'g'riliq narsamni anglitib o'tgandan keyin uningdan keyin nima qilmoqchi? Hej allihopa, mitt namn är Turgullah Hamid. Jag är uigur och jag är också en svensk medborgare. Den 26 januari 2017 har mina båda föräldrar skickats till concentration läger i staden Gulja i Turkestan och har varit fängelsen där tills hösten 2019. Min pappa heter Hamid Abdurrahman. Min mamma heter Saadet Baudun. Under 2019 har jag blivit informerad om att båda mina föräldrar har fått 18 år fängelsestraff. Deras enda brott är att de är uigur. Jag vet ännu idag inte om var det befinner sig eller hur det är med deras hälsa. Jag ber den svenska regeringen och svenska riksdagen att ställa pris på de kinesiska myndigheten och krav mina föräldrar frisläppade. Jag vill också säga till de kinesiska myndigheten att det ska släppa mina föräldrar och stoppa folkmördare i mitt hemland. Qarindoshlar, nima endi gap bo'ldik endi bir necha inglizcha, shvetscha shuarlar to'la. Stand up Sweden! 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 Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up against Uyghur genocide! Xi Jinping, terrorist! Fascist! Xi Jinping, terrorist! Xi Jinping, fascist! China! Terrorist! China! Nazi China! Nazi China! Fascist! Xi Jinping, terrorist! Xi Jinping, dictator! China! China stops genocide! China stops genocide! China release my parents! Sverige agerar på uigurer! Sverige agerar på uigurer! Sverige agerar på uigurer! Kina stopp folkmördare! Kina stopp folkmördare! Kina stopp folkmördare! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Fascist Xi Jinping! Xinjiang terrorist! Zhuhailun terrorist! Fascist China! Dictator China! China stops genocide! China
Xi Jinping, terrorist, virus, China, terrorist, China, fascist, China, diktator, China, terrorist, China, virus, China, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, China stops genocide, China stops genocide, China release my parents, China release my parents, China release my parents, China stop fuck murder, China stop fuck murder, fascist China, terrorist China, terrorist China, Xi Jinping diktator, fascist CCP, fascist CCP, fascist CCP, fascist Chinese Communist Party, fascist Chinese Communist Party, Xi Jinping diktator, terrorist Xi Jinping, fascist China, virus China, virus China, Xi Jinping terrorist, fascist Xi Jinping, China stop fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, fascist China, diktator China, terrorist China, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, fascist China, terrorist China, diktator China, virus China, Xi Jinping terrorist, Zhou Hailun terrorist, Chen Jianguo terrorist, fascist China, terrorist China, diktator China, China stop fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, virus China, PCP virus, Xi Jinping terrorist, Zhou Hailun terrorist, Chen Jianguo terrorist, virus China, fascist China, terrorist China, diktator China, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, CCP fascist, CCP terrorist, China terrorist, fascist China, Sverige agerar på Uiguren, China stop fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder, stand up Sweden, virus China, fascist China, terrorist China, diktator China, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, diktator China, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against China Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, fascist China, virus China, terrorist China, diktator Xi Jinping, fascist CCP terrorist, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, diktator Xi Jinping, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, diktator Xi Jinping, fascist Xi Jinping, China stop fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, fascist China, terrorist China, diktator China, fascist China, China release my parents, China release my parents, Sverige agerar på Uigurer, virus China, CCP virus, Xi Jinping diktator, fascist China, terrorist China, China stop fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder, CCP terrorist, Xi Jinping terrorist, Zhou Hailun terrorist, China stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, fascist China, terrorist China, stop China fuck murder, China stop fuck murder, China stop fuck murder,
CCP terörist, Chechenko terörist, Joe Biden terörist, Xi Jinping terörist, virus, China, stop the genocide, China, stop the genocide, China, stop the Uyghur genocide, Sverige, agera på Uiguren, Sverige, agera på Uiguren, Sverige, agera på Uiguren, Sverige, agera på Uiguren, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Sweden, stand up Scandinavia, fascist China, terrorist China, dictator China, China release my parents, China release my parents, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, Kina stop folkmördare, Kina stop folkmördare, China virus, Xi Jinping terrorist, fascist Xi Jinping, diktator Xi Jinping, virus China, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, Kina släpp fram, Kina stop folkmördare, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, virus China, diktator China, virus China, diktator China, Xi Jinping terrorist, Xi Jinping terrorist, fascist China, fascist Chinese Communist Partiet, fascist Chinese Communist Partiet, fascist CCP, diktator CCP, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, Kina stop folkmördare, Kina stop folkmördare, Kina stop folkmördare, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, Sverige agera på Uiguren, fascist China, terrorist China, Joe Biden terrorist, Xi Jinping terrorist, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Scandinavia, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, China stop folkmördare, Kina stop folkmördare, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, virus China, CCP terrorist, fascist CCP. Qarindoshlarga rahmat. Mening hozir vaqtim to'shib qoldi. O'zimning hozirda qilgan ishlarim bor. Yana davsa at ko'rishimiz. Xudo xolsa mana Germaniyaniki ministrlar bilan Shvetsiyaniki 3 kunlik yig'ilish bor ekan. Attigan yana shu dam ilashib qo'ydim. Qag'inni ati yana tovlab hamisha o'ynaymiz shular bilan. Bo'pti qarindoshlar, minglar Xudoyimga omonat.